sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot. Har bandaning bu hayotda o'z o'rni bordir. Ojiz inson har bir damda Allohga zordir. Alloh haqqini tan olganlar iymonga boydir, iymonidan mahrum bo'lgan hamisha xordir. Iymon ulug' davlatimiz, asraylik uni. Ishonchi yo'q insonlarning yo'q erta kuni. Chunki inson umid bilan yashaydi do'stim, umidsizlik oqibatin aziz do'st ko'rgin. Haq qismatga norozilik katta zalolat. O'z joniga qasd etishlik ulkan qabohat. Kelajakdan noumidlik bilgin malomat, iymonli qul shul g'amlardan butkul salomat. Kelajakka umid bilan nazar tashlaylik. Har bir kunni yaxshi niyat bilan boshlaylik. Davlatimiz kelajagi porloq bo'lishin halol mehnat qilib do'stim haqdan tilaylik. Odil yo'ldan adashmayin yuraylik bizlar, oqibati albat yaxshi bo'lgay azizlar. Sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot.